Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube tarmoq kuzatuvchilari. Akalar, sizlarga e'tiborlaring mana bunda chiroyli ona bola va buqa variantlarni ko'rsatishga shaylanib turibmiz. Videoni boshidan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa, Kamoldinizda obunachilar mana shunday zo'rlariga albatta munosib. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi adresimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Oqbuloq qishlog'idan bitta dehqon akamiz xonadonlarga tashrif buyurdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yerda turgan hammasi sotiladi, albatta puli yengil, baraka topadigan joydan. Bugungi sanalarimiz 2026-yil 7-may haftani payshanba kuni. Avvalo hamma kuni xayrli bo'lsin. Akalar, kimga mana shunday ishonchli, sog'lomdan ertasi bor va albatta sinov muddatlari bor mol kerak bo'ladigan bo'lsa, mana video sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa 5 qo'l baravar, nima deydi, baravar emas deganda, akalar, ona bolasidan ham, bo'g'ozidan ham, buqasidan ham, xo'p, zotdoridan ham sizlarda e'tiborlaring bugun ko'rsatishga qaror qildik. Akalar, bo'lmasa like bosgan bo'lsalar, chiroyli qilib biz do'stimizdan ma'lumotlarni olamiz. Xo'p, dehqon akamiz o'zlari xo'p YouTube tarmoqlariga chiqishda istamadilar. Shuning uchun Baxtiyor do'stimizga murojaat qildik. Narx-navolarni chiroyli qilib bo'ybastlarni yoritib berildi. Albatta olib baraka topadigan joydan. Qani bo'lmasam, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchama, yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Hammalarga salom. Bugungi ena bolalarimiz bor, buqalar bor. Mana bunda bo'ydorlar ham bor ekan. Hammasidan bor. Hunojillarni ham zo'ridan bor, shvedlarni. Bittadan like urishsin. Qaysi tarafdan ketamiz? Ketaveramiz. Ena boladan ketaveraylik. Ena bo'lsa, ena boladan ketaveramiz. Ona bola? Ona bola, bolasi buqa. 10 litrga olishaveradi sutini. 10 litr suti bor. Lekin mana bola ham ideal holatda ekan, akalar, mana ko'rsatib o'tamiz. Mol bo'lmasang targ'iladigan joyga mana targ'ilda ko'rib turibsizlar qanaqa bola bergan. Xo'shamang. Bozorga olib tushib ham to'g'ri elantirib sotadigan variantda, bolasi ham, onasi ham. Bo'ybaslari qancha beramiz buni? Bo'ybaslari necha? Mollar anchadan ko'chaga chiqmagan, to'g'rimi? 25, 125 bo'ylari. Kurakchilar qanaqa? 8 taga o'tyapti. Hop, 8 kurak. 8-ni endi chiqaryapti. Qorinda bu yo'q-a? Ona bolaga beramiz. Buqatalab bo'yasiz. O'zimiz beramiz agar olaman degani bo'lsa. Buqatalab bo'yasiz. Mana akalar. Pullarni nech pul qo'yib beramiz buni, Baxtiyor? Pullarni yengil aytib ketaveramiz. To'g'risi gap, mol bugunga mana ko'p ekan-a. Bo'ldi qap obunachilarimiz hurmat qilib turib, yengil qo'yib bering. Bir so'm so'ramayapti aka. Hali do'st, bo'ldi, gap yo'q. Omadan bersin deb qo'yaylik. Nech pul qo'yib beramiz? 44 million berishadi. 44 million so'm savdosi bor. Savdosi bor-a? Mana shu ona bolaga. Bir qator mana yana ko'rsatib o'tamiz. Sutini nechtaga beramiz? 10 taga olishaversin, 10 ta oshib. 10 litr suti bor mana akalar. Xudo xolasa mana buqon sotsalang va onasi bekarga qoladi. Gap yo'q. Keyingisiga ena bolalardan ketaveraylik. Bo'ldi. Birinchi nima dedi? Ona bolalar yakunlab turib, keyin buni bolasi bormi? Mana hayda bolalar, bor. O, onasi bilan bir xil ekan-da. Mana bolasi. Qani bakichi bittasini ham ko'rsatib qo'yaylikchi. Bo'lg'usi egalariga mana. Ona bola so'ragan akalarimizga mana bu videoda podelitsiya qilib jo'natib ham qo'yaveramiz. Bolasi xunojin ekan-a? Bolasi xunojin, lekin onasi ham ideal holatda, bolasi ham to'g'ri enasi bilan tepishiradigan darajada. Kurakchilari 6 ta. 6 ta, 8 ta o'tyapti. Hop, 8-sini mana endi chiqaryapti ekan. Bolasini borman syomka qilib ko'raveraman. Kelmadimi o'zimiz boramiz. Men atdenni video qilib tashlab Telegramga. Aha. Gap yo'q. Hop, 8-sini endi chiqaryapti ekan. 5-6 litr sutga olishaversin. 6 litrga olsin. Qorinda bormi yo'qmi buni ichida? Qorinda yo'q. Yo'q-a? Hop, ona bolaga sotamiz. Bolasini ham bitta ko'rsatib qo'yay. Hurmatli obunachilar, mana onasi bilan bolasi bir xil. Ko'p ekan mana. Bolasi ham ideal holatda. Uncha-muncha buzoq bilan tepishaveradi. Hop, nech pul qo'yib beramiz buni? Buni ham yengil qo'yib beramiz. 34 million berishadi. 34 million so'mga mana ona bola.
Gap yo'q. Hop, bu aytilayotgan narxlarda savdosi bor, to'g'rimi? Bor, savdosi bor, telefon qilish olsun, bitiramiz. Hop. Mol olish maqsadida telefon qilganimda ishi bitadi. Akalar mana yaxshi variantda ekan, mol u yoq qo'ysam ham o'tyapti, bu yoq qo'ysam ham o'tyapti. Mana bunday holatda ekan mana. Shoxlari ham hamma yo'q to'ni joyida mana. Faqat sababini qilib mana bittadan tirs like-ni bosib turib pastdagi nomerga aloqa qilsanglar ish bitaveradi. Keyingisiga yana olamiz. yana ona bola. Bolasi buqa. Bolasi buqa. Idishlari ham 7-8 santimetrli ekan uzunligi mana ekan. 10 litrga olish olsa buni ham tutun. 10 litrga berilaveradi. Kuratishlar qanaqa? Bu ham 8 taga o'tyapti. 8 taga o'tyapti. Lekin Qo'lat. bolasi ham o'zi ham ideal holatda. Shoxlari ham noqa katta bo'lib ketmagan. Bo'yi nechaga beramiz buni? Buni ham 25 oshiq buni ham. 25 ga olsin. Bo'ldi, mana 125 Pilisam deyveramiz. Mana 125 ga olinglar akalar. Bolasi ham o'ziga yetib oladi deb qopti. Pullar nech pul qo'yib beramiz buni? 125 bo'ylari 8 kurak, bolasi buqa. Suti nechtaga beramiz? 10 taga olsin. 10 taga beramiz. Nech pul qo'yib beramiz mana? Bolasi buqasi so'ragan akalar. Men ham so'ramaydi ekan narx pulni. 43 million berishadi savdosi bozingga. 43 million so'mga gap yo'q. Mana. Hozir mana bolani o'zini ham bozorda 20 million deb berilyapti. Lekin akalar mana onasini o'zini bo'g'oz qilib sotsalar ham akalar to'g'risi gap 40 million ustida oladi. Sababi ko'chati yaxshi, ideal holat. Orqa tarafdan mana ko'rsatib o'tamiz. Albatta Kamoliddinov obunachilar mana shunaqa zo'rlardan olib baraka topish olsin. Maqsad duoni olish. Gap yo'q. Buni ham delasini yopamiz. Bu 3-ona bolamiz bo'ldi. 3-chi bo'ldi. 3-chi bo'ldi. Nimaiki yoqtirgan insonlar 3-chisini, 2-chisini deb qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Mana bu 4-chisi ona bola. 4 ta ona bola. Mana bu 4-chisi akalar. Bolasi xunojim. Bolasi xunojim. Ishlari 8 kurak. 8 kurak. Bu ham ona bolaga beramiz, ha? Qo'yib qo'yilmagan. Gap yo'q. Sutini nechtaga beramiz? 7 litrga olsin bunikini. 7 litrga. Bo'ylari nechaga beramiz? 25 ga olish olsin. Bo'ylari 125 mana akalar. Mana bola 3-chisi ham shunda yonidagi. 3-chisiga. 3-chisiga mana ona bolasidan. Hop, pullarni nech pul qo'yib beramiz? Ular 33 million berishadi. 33 million so'm. Albatta Savdosi bor. savdosi bor. Endi mana bu molni savdo qilib olishgandan keyin dastlabki xizmatlar shuni Dastlabki ichida. vodiy bo'ylab. Barakani ichida boradi Barakani uylariga. ichida. Hurmatli obunachilar, mana qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib olishga harakat qilyapmiz. Bemalol pastdagi nomerlarda qoldiramiz. Qaysi bittasi mol yuragingizga jiz degan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Sinov muddatlari bor, to'g'rimi? Sinov muddatlari 1 hafta. 1 hafta sinov muddatlari bor. Yuvoshlari hammasini ketishyapsiz-a? Hammasi yuvosh. Yuvosh. Keyingisiga Keyingisiga mana buqaga tayyor shved xunojinimiz. xunojin. Bo'ylar nechiga beramiz? 120 ga olsin. 120 bo'ylari. Kurashchilar chiqqan chiqmaganmi? Bo'zak. Hali bo'zaga. Toza shved istagan akalarimizga mana ko'rib turibsizlar, bu yerda o'zi jaydarim oldi, o'zi yo'q ekan. Toza sigir qiladigan ostlar. Mana akalar. Albatta tashqariga chiqmagan uchun mana odamlarni qo'rqib turibdi. Joylarni ham akalar video davomida mana ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu joylarda turganda ko'rsatamiz. Pullarni qancha qo'yib beramiz? Ular 22 berishadi. Buqaga tayyor. Taylari, so'skalari ham zo'r. 22 million so'm. Albatta hayr sunnati bor mana bu shvetimizga. Bo'yli necha dedik? 120 ga olsin. 120. Sigir qilib akalar mana xudo xolasa buzak ekan, o'stirib boshqa qilib 45 million, 50 millionga sotinglar. Bo'g'oz qilibmi? Gap yo'q. Xo'p, yana xunojin bormi? Xunojinimiz tugadi. Tugadi. Bitta xunojin qo'yildi. Endi bo'g'oz. Yo bo'lmasa buqami? Buqani qo'yaylik. Bo'ldi, buqani qo'yamiz. Xo'p, chorvada aka-ukalar, mana bu buqamiz ham albatta kichkina buqa emas. Bo'ylari nechi? Bo'ylar 125 ga olsin. 125 bo'ylari.
qadi qomati hamma yoq joyida. Badallari albatta zo'r holatda. Shved. Oqquloq oq tumshuq. Mana bir qator ko'rsatib aylantirib o'tamiz. Mana bu kurashchilari nechta? Kurashchlari bo'zak yarim. Bo'zak, ha? Toza. Yuvashligi ham zo'r. 25 ga olish olsun. Bo'ylar 1.25 mana akalar. Oq quloq, oq tumshuq. Bunaqa kuydirigi bu qadar emas ekan mana o'zini bo'yini o'lchatyapti, boshqa qilyapti. Albatta, mana shunaqa zotlar zo'r. Bittadan laykni bossin. Albatta, xudo xolasa. Bosgan odamni kamida 20 tadan bo'lsin deydi. Gap yo'q. Akalar yaxshi niyatda mol olmasangiz mana videoda tomosha qilyapsizmi? Ayba 3 sekund vaqtingiz ketadi. Bittadan laykni bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Yaxshi niyatda. Menga ham shunaqalarni nasib qilsin deb yuradan o'tkazib qo'yinglar, xudo xolasa nasib qilsin. Pullarni nech pul qo'yib beramiz buni? Bu ham yengil qilib qo'yib beraman. Aytingchi? 35 million berishadi. 35 million so'm. Bunga her sunnat qilib beraylik, mana sheydi o'zingizda. O'tib berayim. Ha, 34 berasiz mana 1 million. 34 million so'mga mana her sunnati bor. Bemalol. Yana savdosi bor. Hop, kesib qo'yilgan narxlar emas, albatta savdosi bor. Ish bitishga albatta sotiladi. Faqat qo'ng'iroq qilib, mana shu molim yo'qdi, baxtiyor desalar bo'ldi. Bu o'sha anchadan bilan ko'chaga ham chiqmagan, bozorga ham chiqmagan. Uyda boqilayotgan buqa ona bolalar. Hop, keyingisiga yo'q, men bitta olaman, zo'ridan olaman. Shu 1.5 ustidagi molda olaman degan akalarimizga, akalar 1.5 ustida turibdi. Mol ash pastga tushirib qo'ygan, oldi balandda turibdi. Baxtiyorni bo'ylari ham 1.75 bo'lgan, mana kichkinagina olib qolyaptilar. Mol zo'r. Hop, buni nimaga beramiz? Bo'g'ozga beramizmi, gumonga beramiz? Gumonga beramiz. Gumonga beriladi. Kurashchilar qanaqa? Biroyga yaqinlashib qoldi. Urib qo'ydirilgan, undan mirjim. Urib qo'ydirilgan ekana. Ishlari 8 taga o'tyapti. 8-sini endi chiqaryapti. Bu qorindagi 3-sigami yo 4-sigami? Endi bu 3-siga uraylik. Ha, qorindagi 3-siga ekan. Akalar, bo'ylarni nechini beramiz buni? Bo'ylari Mana shu 60 chiqyapti. 1.60. 1.55 ga olishsin. Gap yo'q, 1.55 mol akalar, mana orqa taraflardan ko'rsatamiz. Pachka mol. Yetalasa yuradimi, yurmaydi, Baxtiyor? Yetalasa yuradi. Bitta shu ko'rsatib qo'ylar mana buni. Mana shu o'rtaga olib chiqing. Mana akalar. Bo'ylar 1.55 plyusga berilaveradi. Uruqqa qo'yib qo'yilgan ekan. Xudo xolasa qochdim-o. 70 million, 60 million deyilayotgan mollarni mana narxini aytamiz akalar. Yo'qsa bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Bo'ylari 1.55 plyus. 1.55 plyus. 1.55 ga olishsin. Bo'ldi, 1.55 ga beriladi. Suti bormi, yo'qmi? Suti 15 litrga olishsin. Ozuqani zo'r berilsa 20 ta ham beradi. Ovqatga o'ta baquvvat. 15 taga akalar, 15 tani sog'ib turib, o'ziga o'zi sarflangan akalar, sizni ham tirikchilingizni o'tkazadi. Sababi 15 ta sut puli ham anchagina bo'ladi. Bu dunyo yemaydi albatta. Kam o'ra hamisha o'radi. Ana shunday me'yorda bersalar akalar, zo'r bo'laveradi. Pullarni nech pul qo'yib beramiz? Uruqqa qo'yilgan ekan, bir oy bo'lib qolibdi mana. Bu qatalab bo'lmabdi. Xudo xolasa, obunachilarimiz olishsin, maza qilsa mana buni 70 gami, 60 gami sotib baraka topsa. Ana shu buni 50 million desa ham bo'laveradi aslida. nech pul qo'yib beramiz? 48 million berishadi. Bu tushaylik endi obunachilarimiz bilan. Bo'ldi. Lavuzda olib turib, shuni manancha savdosi bor deysiz. Aytavering. Bo'ldi, 1 million tushib berdim. 2 million tushib berasiz. Kattadan katta o'tadi. 46 bo'ladi. 46 ga. Barakasini bersin. Yana savdosi bormi? Bor savdosi. Akalar. Yaxshi niyatda mana telefon qilinglar, ish bitadi. Hop, hozir yana molimiz bormi? Bor, hozir chiqib. Bor, ha? Yap. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa videoni pauza qilib turamizda, keyingi mollardan ko'rsatamiz. Albatta, joy muammolik uchun olib chiqmagandik. Aziz obunachilar, mana o'sha oxirida mana ikkita sig'may qolganini mana bu yerda mana video qilishga qaror qildik. Hurmatli obunachilar, naqd bo'g'izlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta mana ikkitasi, bittasi yaqin, bittasi
Necha oylik? 5 oydan o'tgan, 5 5 oyda oydan qolsin. o'tgan. Lekin zotiga, boshqasiga libboy zotlar bilan tepishaveradigan variantda. Xo'p, kurakchilar qanaqa mana Shveddan ketaylik. 6 kurak. 6 kurak. Uchinchisiga bo'g'oz, ha? Ha, uchinchisi. Uchinchisiga bo'g'oz. Idishlarni qanaqa ko'zat qo'ya akalar mana. Tirs like bosmaganlar mana yaxshi niyatda bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Hammamizga mana shunaqa zo'rlardan nasib bo'lsin. Bo'ylarni nechaga beramiz buni? Bo'ylar o'lchaveramiz. Metrga. Oyoqlarni ham 1.30 ko'rinadi ekan. quvvatligi. 1.30 bo'ylari. Mana akalar. Ayaqa zo'rdan kutib, YouTube tarmoqlarini kuzatib o'tirgan akalarimiz bo'lsa, mana ko'rsatib o'tamiz. Foydalisa qilib ham jo'ratib ko'ramiz. Nimaki, bunaqa zo'rlari har kuni ham chiqib olmaydi albatta. Obunachilar. Shunga insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana yuvoshlari. Usti yo'q buni hozir. Yo'q. Hop. Usti yo'q. Mana shu molga beramiz. Bo'g'oz 5 oylikdan Haligi ekan. 22 qo'ygan xunojinimizni Onasi. Gap yo'q. 22 million so'mga o'zi bir dona xunonchi qo'ydik. O'shani mana onasi ekan. Albatta bolasini ham ko'rdilar, lekin onasi undan ham ideal holatda ekan. Pullarni necha pul qo'yib beramiz? pullarini bunisi ikkovini bonusga qo'yamiz. Bo'ldi, Like bossin. Ikki jup qo'yamizmi? Buni ham ma'lumotini beraylik, bo'lmasa jup qo'yamiz. Yakka aytib ko'taramiz, keyin jupiga ham aytamiz. Bo'ldi. Bo'lmasa buni pulni aytingchi. 36 million berishadi. 36 million. Bo'ldi. Bu 36 millionlarcha turibdi-da, endi buni aytaylik. 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz. Kurashlar 8 ta. Yuvashliklar akalar mana. Qaranda ikkitaga ham o'xshaydi, mana qaranglar akalar. Usti bormi yo'qmi buni? Suti yo'q ekan mana, yo'q. Lekin 8 oylikda qayda sut bo'ladi? Meni ham boshim aylanib qoldi. Xo'p. Yana boshqa qismlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar mana. Boshligi zo'r. Mana bunday holatda. Mana shunaqa yaxshidan qidirgan akalarimiz bo'lsa, mana yaxshi niyatda mana qo'ng'iroq qilinglar, ish bitadi. Bo'ylarni nechaga beramiz? Bu ham shu 1.30 shekilli. Bo'ylar. Beramiz. 25 ga olsin buni. Bo'ldi. 1.25 bo'ylar. Buniki 1.30, buniki 1.25. Buniki 8 oylikdan o'tgan ekan, buniki 5 oylikda o'tgan ekan. 8 oydan o'tgan zakon. Kurash qanaqa buni? 8 taga olsin. 8 taga. Buni ham pulni aytingchi endi. 37 berishadi buni. 37. Bunday qilamiz. Oxirida Baxtiyor like bosmaganlar bosib qo'yishadi. Mol olishsin. Savdogar akalarimizga ham tavsiya qilamiz. Albatta dehqondan chiqqandan keyin hayr sunnati chiroyligina bo'ladi. Albatta arzon ham qo'yiladi. Jupiga buni 36 dedingizmi? To'g'rimi? 36 million. 36 million. Buni 37 million. Ikkosini jup Baxtiyor bo'ldi, jo'natib beradi desa, 35 dan 70 millionga ikkovi ketaveradimi? Shunda ham mana telefon qilishadi. Yo'q, hozir qilmaydi. Demay qoladi-yu. Shuncha molga endi oxirida 70 bonus. millionga? Ha, 35 tanga. Ozda qo'shib berishadi. 35 millionga hisob. Urib qo'yilgan. Onasiga urib qo'yilgan. Hop. 35 ga bo'ldi. Baxtiyor jo'natib desa jo'natamizmi? Bo'ldi. Mana hayr sunnat so'ramaymiz. Jo'natamizmi? 35 dan chanoq qiladi-yu. Bo'ldi. Qanchadir yurgan insonga sotamiz, to'g'rimi? Jup olsa bo'ldi, bunday qilaylik. Siz aytgan narxda bilan ketaveradi, lekin 35 milliondan jup olganga sotiladi. Barakatsin, bersin. bo'ldi. Tanlab olishqachi? Tanlab olishga telefon qilsam, ishni bitiramiz. Bo'ldi. Akalar mana 35 million so'mdan mana 70 ga jupini olinglar, xudo xolasa to'g'dirib qo'yib bittasini sotasizlar inshaalloh. Yaxshi niyatda mana. Bu qotoq berib bo'ladigan bo'lsa mana berdi xudo. Xudo xolasa chorvada baraka deganda mana ko'rsatib o'tiramiz. Akalar bo'lmasa video shuning bilan yakunlaymiz. Video davomida xato kamchilik bo'lsa hammalardan uzr so'raymiz. Videomiz ozgina cho'zildi. Shu joygacha ko'rgan bo'lsalar hammalarga kattakon rahmat. Videoda oxirdan o'sha kanalimiz rivoji uchun albatta mana bular o'z egasiga yetib borish uchun bittadan hissangizni qo'shib like bosib qo'yinglar. Biz videomizni yakunlaymiz. Hammaning umriga, rizqiga, chorvasiga Alloh barakasini bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz akalar.